Holatim yig'lashga tayyor. Qalbim yig'layapti. Ko'z yosh to'kmayapman xolos. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ushbu ulug' kunlarda mehr ulashimiz loyihasining ikkinchi sonini boshlash jarayonidamiz. Ikkinchi sonida 8 nafar mehrga muhtoj oilalarga tureyskiy kofta taomini birgalikda ulashamiz. Hali unda ketdik. Bu mehr ulashamiz loyihasini asoschisi Farruhman. Ismim Farruh, bular komandamiz. Turk milliy taomlarini qilaman. Opa shu Ramazon munosabati bilan bugun bir iftorlik ulashamiz deb bir mehr ulashgani keldik. Shuni olib duo qilib iftorlik qilasiz. Aytganingiz kelsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Ehsonni o'z egalariga topshirdik va syomka jarayonida ehsonni tarqatayotgan jarayonda shunaqa manzaraga ko'zimiz tushdiki, shepri yo'q xonalarda, darvozasi yo'q, hech qanaqa qo'rg'oni yo'q. Bir ayoli o'zi farzandlari bilan yashayapti. Bundan nima qilaman? Biz shukr qilishimiz kerak. Alhamdulillahi robbil alamin. Agar sizlarni qo'lingizdan kelsa, loyihamizga o'z hissalarini qo'shsanglar, biz xursand bo'lamiz. Bu loyihamiz yanada rivojlanadi. Biz yanada bundan ham ko'p ehson qilishga Alloh qudratli qilsin. Biz komandamiz bilan, mehr ulashamiz komandamiz bilan ikkinchi sonini yakunladik. Hammaga rahmat. Ramazon muborak.